oqibat. Mana inson oqibat. Sizlarda bo'lsa, mana shu videoni qo'yuvdik. Uzu podarka qilamiz, yangi yilga mendan xonadon olganlarga deb aytdim. Kenayi, hozir qayerga keldik? Qilolmadik-da. Gold Center 51-do'kon. Qadam shu qizdan olamanman. Chiroyli qilib beradilar. Xudo xolos bizga bitta uzu qilib bering. Bitta chiroyliroqdan. Qarang, mana bu variantimiz bor, mana bu variantimiz bor. Bular hammasi zavodskoylar, o'zimizniki, sufizar. Qani bitta ko'ring. Ko'rsam bo'ladi. Bunisi ham ko'rinimli, chiroyli turadi qo'lda. Keyin qaysi birisini olamiz? Mana bunisi chiroyliroq ekan, Sardor. Bunisi yoqdimi? Ko'rinimliroq. Shuni. Mana shuni chiroyli qilib o'rab bering. Xo'p, keyin qarang, biz keyin bilan obunachilik bitta va'da berib qo'ydik. Yangi yildan bir konni siz uy xarid qilib oldingiz bizdan. Yangi yildan oldin, yangi yildan oxirgi olgan odamga uzu podarka qilmoqchi edik. Sizga nasib qilgan ekan mana keyin. Mana o'sha. O'zingiz taqib qo'ying. Bismillahirrohmanirrohim. Ilohim shu uylarni buyursin. Mana shu uzun uzada. Adushi so'g'ini sizga nasib qildi-da. Keling. Bismillahirrohmanirrohim. Yaxshilik tutib yuring. Ilohim uzunlarni ko'p bersin. Shu yerda rahmat. Voy rahmat. Mahbuliga ishonmadim. Uzoq anaqa podarka qilamiz deganlar haqiqatda eshituvdim, ko'ruvdim, anaqada, lekin ishonmadim. Yangi yil ertasi berishimiz kerak, shu qila olmay qoldik faqat. Endi vaqt topdik. Rahmat, rahmat. Xudoylar buyursin. Aytganingiz kelsin, amin hammaga. Va'da. Keyin yana Xudo xolasa va'da qilgan joyimiz bor. To'xtang, bitta duo qilib qo'ying sizlarni. Qiling. Valar kesib ajmain amonat parvardigor olam. Shu uy olishimizda Allohim bizga sababchi bo'lganlarni tan jonlarini saqlagan. Umrlariga, rizqlariga Allohim barakotlarini yog'dirgan parvardigor olam. Xudoyo xudovondi Allohim shu uylarda hammamiz shu uylar hammamizga xayrli barakotli kelsin. Yaxshi to'ylar qilaylik ilohim. Hammaga shunaqa xayrli barakotli uylar bersin. Hammani shunaqa yaxshi, aqlli, xushli, ehsonli ukasi bo'lsin ilohim. Bu bitta sizga emas, bizga ham ko'p bo'ladi ilohim. Omadingiz bersin. Hammaga nasib qilsin. Xudoyo sizlarni ham tan joningizda sog' bo'lsin. Xudoyo sababchi bo'lganingiz uchun ehsonlarni Alloh dargohida qabul qilsin. Allohim sizlarga ko'p qaytarib bersin. Rahmat, kattakon. Va rahmat. Eshitib o'qib ko'ruvdim, lekin bu haqiqatda rosa gap. Bilmaganlar uchun akamiz o'zlarini opalariga uy hadya qilganlar. Hammamizga shunaqa akalar nasib qilsin. Amin. Boringizga shukur aka. Keling.